Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem suzağıyla. Merak körüp durganlar. İnşallah Rabbil alemin Allah Teala'nın inayeti, hidayetiyle bugün yana bir şehrimizde bir yangilik. Mana bu mo'ykani ochilish marosimi bo'lyapti. Allohu akbar. At-tuhuru shatrul iman dedi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni poklik iymonning yarmidir. Muhtaram jamoat, bizning maqsadimiz Alloh subhanahu va taolo iymonlarimizni poklasın, jasadlarimizni poklasın, markablarimiz ham pok bo'lishligi uchun mana shu yerga birodarlarimiz mana bu korxonani ochishdi. Alloh subhanahu va taolo barakat bersin. Mana 3 ta inshaalloh Robbil alamin xonalarimiz bor. 4-inchisi mana Kimski deb qo'yadi. Yana motor qismlarini ham yo'lda ichki qismlarini mana shu yerda shu elimizga ukalarimiz xizmat qilib turibdi. Alloh subhanahu va taolo barakatli qilsin. Mana bu korxona bizi shahrimiz Suzoqqa yana Alloh muboraklik qilsin, davomli qilsin. Bir duo qilamiz. Ilohi amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana va hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Parvardigorim, o'zingga behisob hamd sanolar bo'lsin. Mana bunda shuncha ne'matlarni ato qilyapti. Mana bu korxonani Parvardigorim ana endi muvaffaqiyat, yaxshilik, elimizga xizmat qiluvchi kuch-quvvat, iymon, e'tiqodda mustahkam bo'lishini Allohim nasib o'zaylar. Parvardigor, ana aytdik, bizlarning iymonlarimizni pokla Parvardigorim, badanlarimizni pokla Parvardigor. Mana yurgan markablarimizni ham pokiza bo'lishligi uchun ukalarimiz harakat qilyapti. Barcha hammalariga Alloh taolo kuch-quvvat, iymon, e'tiqod, taqvolarni ziyoda qil bi rahmatika ya arhamar rohimin.